Mana shu skuter haqida kim nima biladi? Bu 5 oy bo'ldi. O'zimga 2025 noyabrdan 1 noyabrdan kuniga 5-6 kilometr yuraman. Xo'p, buni 3 ta skorsi bor. Tezlik 8, bir zaryadkasi bilan 40 kilometrgacha yuradi, 35 kilometrlar yuradi. Hammasi yaxshi. Men o'zim faqat 5 kilometr kuniga yurib kelaman, u havlimga borib qaytaman. Lekin buni bir bemaza tomoni bor ekan. Endi shu paytgacha bir 700 kilometr yurdi deb hisoblaymiz. Bu zadniy mostdan moy qo'yaverar ekan. Kecha moy olishga borsak, moy sotuvchilar aytdiki, siz qilolmaysiz buni dedi. Buni o'zini ustasi bor, ustasi qilmasa siz bilmaysiz dedi. Endi ustasining telefon nomerini oldik, qani ko'ramiz, necha pulga qilib berar ekan.